To'ra aka, To'rabek aka, hoji aka. Bilasiz, davlat amaldorlari seriyozli hoji akalar taxo haydashadi-yu. Voy, yengisidan pashti $20,000 arzonga yangisini bosib yuborsiz. Nima deysiz? Bilasiz, har doim ham bunaqa variantlar chiqavermaydi. Srochniga pul yetishgagina taxoni absolutni yangi, hali 200 km ham yurmagan. 2026-yil High Country'si. Eski taxo emas, 2026. Bunda 602 ob'yom bo'lib chiqqan motor va shuni hisobiga juda ham oldingi versiyasiga nisbatan kuchli. Ya'ni taxoni eng fulli hisoblanadi. Head-up display bor, monitor dizaynlari o'zgargan. Mana ham knopkani bossangiz qarang. Men barlarini yurishini qarang. Ko'ryapsiz. Gap yo'q. Mana bitta pullarni bekitib qo'yadigan yashirin cho'mchechalari ham bor. Yana aytaman, hali 200 km ham yurmagan. Bu akustika sistema 3 qatorli mashina absolutni yangi. Avtosalonda olsangiz 122 ming atrof degan hozirgi kurs bo'yicha, ishchim bo'yicha. Srochniga 102 mingga bosib yuborsangiz bo'ladi. To'ra aka, bosib yuborasizmi? Taxoladan roqib bering, yangichasida.